Ramyonchilar shetamisizlar, Koreyaga qiziqadigan odamlar bu videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Baribir o'zbekmizda, shuning uchun men milliy kiyimimni kiyib oldim. Hozir biz sizlar bilan birga ramyon qilamiz. Men o'zi ramyon yemayman, chunki achchiq bo'ladi. Baribir probka qilib ko'rish kerak. No, qilib ko'rdik. Bu videoni sizga ramyon beraman deb va'da bergan o'rtog'ingizga yoki yaqiningizga jo'natib qo'ying. Rezultati sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. И, конечно, подписка tashlash esingizdan chiqmasin. Mingta bo'lishimizga ozgina qoldi, shuning uchun meni podдержка qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Shu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Mana rezultati, ramyon ham tayyorda. Endi yeymiz, maza qilib deb o'ylayman. Boshlanishiga bo'ladi. Achchiqligi birinchi sezilmadi, lekin keyinroq вообще achchiq. Baribir yeb ko'rdik. Nu, ta'miga gap yo'q. Nima deydi, ko'rinishi shiringa o'xshaydi. Yesangiz, mayli. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Всем пока.